Uy qurmoqchi bo'lganlarga hozir zo'r layfhak o'rgatib beraman. Siz uy quryapsiz, lekin qancha g'isht ketishini bilmaysiz. Hozir men sizlarga qancha g'isht ketish hisoblashni zo'r yo'lni o'rgatib beraman. 1 metr uzunasi bo'lgan joyga jami 12 dona g'ishtimiz ketadi. Deylik siz bilan biz hozir 3 ga 4 xona qurmoqchimiz. 3 ga 3 bitta eshikka joy ajratamiz. 3 ga 2 5 metr, 4 ga 4 8. Ya'ni 13 metr joyga g'isht ketar ekan. 12 qator bo'lganda jami 156 dona qatorasiga g'isht terib chiqamiz. Keling, xonamiz balandligini 3 metrga belgilab olamiz. 3 metrga g'isht o'zi 6,5 sm. Yarim santimetr rastvor uchun jami 7 sm joy ajratamiz. Demak, 3 metrlik balandligi xona bo'lganda jami 43 qator g'isht uramiz siz bilan. 43 qatorga pastki qatorimiz jami 156 ta g'isht ketadi. Ko'paytirganimizda 6700 ta g'isht ketar ekan. Derazasiga chiqaraveramiz, lekin umumiy holatda bizga 6,5 mingtacha g'isht ketar ekan deb bemalol g'ishtga zakaz bersak bo'laveradi. Agar sizga ham xuddi shunaqa sifatli g'ishtlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eski Bo'z, hozirgi Bo'ston tumanida joylashgan Halqobod MFD zavotimizdan bemalol olsanglar bo'laveradi. Dastavkasi vodiy bo'ylab. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursandman. Uy quryapti turgan do'stlarga jo'natib qo'yinglar.